ham natijaga u qadar ahamiyat berishmaydi. Muhimi o'sha yerda bo'lish, ishtirok etish. Ha, o'zi bu musobaqa ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan futbol sohasida amalga oshirilayotgan ishlarning natijasi, mevasi ekanligi bizni xursand qilyapti. Har qanday yosh toifasida, nafaqat o'smirlar o'rtasidagi o'sha Olimpiadadagi ishtirokimiz bo'lsin, jahon chempionatiga yo'l olishimiz, KAFA musobaqasi va mana bu terma jamoamiz qayd etayotgan natijalar, Misrdek jamoani o'tgan o'yinda mag'lub etishimiz, bularning barchasi samarali tarzda, tizimli tarzda olib borilayotgan ishlarning mahsuli. Yaxshi kadrlar namoyish etildi. Eldor Shomurodov, Tarimiy bugun kurashishda, jang olib borishda, o'yin tugagandan keyin tabassum bilan bir-birlarini olqishlab qo'yishyapti. Hozir xuddi shunaqa Alirizo Beranvand hamda Abduvohid Ne'matovda va ochig'i bir paytlar kuchli terma jamoalarga qarshi o'ynaganda raqiblar sal boshqacharoq qaraydigan paytlarni ham ko'rgandik. Lekin hozir ayniqsa oxirgi 2 yilda bilmadim, yurtimizda qandaydir futbol to'lqini yuzaga keldi deb aytishimiz mumkin. Natijalar borasida ham, infratuzilmalar borasida ham o'zi shu infratuzilma bo'lsagina sekin-asta bu baribir natijaga ta'sir o'tkazadi. Bu tabiiy jarayon. O'sha infratuzilma tashkil etilishi, qurilishi boshlandi, davom etyapti, hali yana ham shakllanib boradi. Yaqin yillar davomida katta stadionga ega bo'ladigan bo'lsak, o'sha katta stadionda o'ynayman deb ko'zi chaqnab turadigan qora ko'zlarimiz qancha farzandlar, bolalar yechib chiqib kela boshlaydi. Bugun Italiyaga mag'lubiyatga uchragan taqdirda ham o'sha terma jamoaning jahon chempionatida o'ynaganini ko'rib turib, keyingi avlod biz ham boramiz shu yerga deb aytib o'tadi va bejiz aytganim yo'q. Biz yana kattaroq natijalar uchun albatta jahon chempionatiga qaytamiz. Eronliklar boshlashadi penaltilar seriyasini. Abduvohid Ne'matov darvozada. Darvozani almashtirishmoqchiman. Negadir to'xtalish bo'lib qoldi. Yo'q, joyida hammasi. Homer Nurafkon to'pni ushlab olgan, birinchi zarbani aynan u amalga oshiradi. Zaxiradan ikkinchi bo'lim avvalida maydonga tushirilgan futbolchi. Darvozada esa Abduvohid Ne'matov. Omad tilaymiz. Bosim uyushtiryapti o'zbekistonlik muxlislar Nurafkonga. Bu ham muhim. Hushtak chalindi, ruxsat berildi. Chiziqqa turib oldi Abduvohid. Nurafkon chap oyoqda zarba beryapti. Topganda yo'nalishni topdi. Men qaytardi deb o'yladim. Chunki ovoz ham keldi-da o'sha qo'lga tekkanligi. Ammo tan olish kerak, zarba kuchlilik qildi. Yo'nalish topgan taqdirda ham zarba o'ta kuchlilik qiladigan bo'lsa, baribir o'tib ketadi to'p. Mana kichik rikoshet bo'lganda bu yerda terma jamoamiz yetakchisi sardori Eldor Shomurodov boshlaydi bizda penaltilar seriyasini. Eldor to'pni o'rnatyapti. Alirizo Beranvand Yaqindagi Bashikshahir safida 90+ daqiqada gol urib penaltidan jamoasiga muhim ochkolarni keltirgandi. Ruhiyati ajoyib darajada. Hozir ham uradi mana shu zarbani, golga aylantiradi Eldor. To'pga yaqinlashyapti. Zarbani amalga oshirdi, aldadi. Beranvand o'zidan chap tomonga tashlandi. Eldor esa qarama-qarshi yo'nalish bilan to'pni darvozaga tushirdi. Qarang, ustun yonginasidan o'tib ketdi. Juda ham aniqlik bilan tepganda bu yerda. O'sha eronlik futbolchi kuchga e'tibor qaratgan bo'lsa, bizda aniqlik bo'ldi. Ikkinchi penaltilarga navbat berilyapti. Muhammad Gorbani u ham zaxiradan o'yinga qo'shilgandi, faqat uchrashuv avvalida Said Izzatullohiy jarohat olgach. Eronda zaxiradan maydonga tushganlar penalti tepishyapti. Abduvohid hozir atayin mana bunday harakatlarni amalga oshirmoqda, raqibning ruhiyatini izdan chiqarishga harakat qilmoqda. Bu ham darvozabonlarda bor narsa. Demak, Gorbani va Abduvohid markazga debdi bu safar eronlik o'yinchi Muhammad Gorbani. Bo'ladi, baribir hayajon.
o'rtoqlik turniri bo'lgan taqdirda ham. bir Eron oldinga chiqib olyapti. Jamshid Iskandarov kelmoqda, chapaqay. Futbolchimiz odatda zarbalarni chap oyoqda beradi u. O'z klubining penalti tepuvchi o'yinchilari bajarishyapti. Shomurodov mana Neft shtafida o'sha penaltilarni tepadigan Jamshid Iskandarov. Futbolda o'sha bir ibora bor-ku, shtatdagi penalti ichida. Ha. Meyronvand o'ng tomonni ko'rsatdi Iskandarovga. Chalg'itishga urinyapti. Hozir qaytardi Beranvand. Iskandarovning zarbasidan keyin to'pni ustunlik Eron tomonida bo'lmoqda. 2-1. Endi Ne'matov o'zini ko'rsatishi kerak bo'ladi. Eronliklar asosan zaxirada maydonga tushgan futbolchilardan foydalanishmoqda. Muhammad Mahdi Mohibiy bu ham o'yin oxiriga yaqin o'sha Alirizo Kushki bilan birgalikda bahsga qo'shilgan futbolchi. Mohibiy qaytardi. Abduvohid Ne'matov. Ha, qadrli do'stlar, endi zarbani aniq tarzda amalga oshirishimiz kerak, hisobni tenglashtirib olishimiz uchun. Bilmadim seriya qanday tugaydi-yu, lekin Abduvohid kamida bitta sevni namoyish etadi degan fikr bor edi. Ha, ishonch bor edi menda ham. Oxirini o'zi tepadi-yu. Bilib bo'lmaydi, Abduvohid penaltilarni yaxshi ijro etadi, qaytarishdan tashqari. Abdulla Abdullayev jamoada juda bosiq, vazmin futbolchilardan biri. Gol kerak. O'zi ham yaxshi biladi gol kerakligini. Bu safar ham aldadi darvozabon. Xuddi Eldor Shomurodov kabi. Faqat Eldor Shomurodov chap tomonga yo'naltirganda, Abdulla Abdullayev esa o'ng tomonga 2-2 tenglashdi hamma holat. Juda ham hayajonli baribir. Juda ham hayajonli penaltilar seriyasi qandaydir jamoani yana ham ichidan birlashtiradigan, jipslashtiradigan o'xshaydigan bir jarayon. O'zi shunaqa ham. 19-raqam egasi Majid Husayni asosiy tarkib vakillariga o'yinni boshlagan futbolchi. Qanadu Vohid yana bitta. Nigohlar. Bu xuddi bokschilarda jangdan oldin bir-biriga qarab turgan holati bor. Shunga o'xshaydi. Abduvohid qandaydir shu yerda ham yutib olish muhim. Demak, zarba yo'llandi. Bu safar chalg'it oldi eronlik futbolchi zarba berishda. Majid Husayni 4 tadan zarbani amalga oshirishdi. Eronliklarda 3 ta aniq. 4-zarbaga biz endi kelamiz. Rustam Ashurmatov kelyapti. Eron chempionati orqali ular bir-birini yaxshi bilishadi. Ashurmatov, Beranvand. Zarbasi aniq. Juda ham aniqlik va kuchi bilan to'pni tepdi. Alirizo Beranvand yo'nalishini topgan bo'lsa-da, yetib bora olmadi. Yana tenglashyapti seriyada hisob. Olib bo'lmas zarbalar deyiladi. Shunaqa urinishlardan bo'ldi. Ne'matovning o'zi beradi hozir to'pni.
raqib futbolchiga bu ham asos tarkibda bahsni boshlagan Milad Muhammadiy. Milad Muhammadiy, Abduvohid Ne'matov. Milad zarbani amalga oshiradi. Ne'matov qaytardi. Qaytarish tuguri mahkam ushlab oldi. Ne'matov men tepaman deyaptimi? Kimga bermoqchi? Aslida bermoqchi bo'lmadi menimcha. Abduvohid juda ham qarang. Birinchi harakatni amalga oshirib, keyin reaksiya namoyish etdi bu yerda Abduvohid Ne'matov mana. Hozir kimdir aytishi mumkin, zarba kuchsiz bo'ldi-da deb, lekin Eldor ham shu kuchli zarbani bermadi. Abdulla Abdullayev ham muhimi bu yerda aniqlik bilan o'ynashga harakat qilish. Bizda bu narsa muvaffaqiyatli chiqdi, ammo eronlik futbolchi emas, Akmal Mazgavoy. Ha, shuning uchun ham Abduvohid bir hazillashib oldi. Ular do'stlar, ular jamoadoshlar sobiq va endi Akmal Mazgavoy hal qiladigan palla so'nggi zarba bo'lishi mumkin. Urinishni amalga oshiryapti. Zarba gol! Bo'ldi. G'alaba. Yutdik. Eron terma jamoasini yana mag'lub etyapmiz. Ketma-ket ikkinchi bahsda penaltilar seriyasida, lekin biz bu o'yinning anchagina qismida 10 kishi bo'lib o'ynadik, seriyaga yetib keldik va mana bu g'alabani qo'lga kirityapmiz. Qadrli do'stlar, Eron 11 kishi bo'lib o'ynadi o'yinning boshidan oxiriga qadar, lekin darvozamizni ishg'ol eta olgani yo'q. Bu juda ham muhim narsa, juda ham muhim faktor. Chunki Eron darajasidagi jamoalar odatda bunaqa holatlarni qo'ldan chiqarib yuborishmaydi. Biz esa bugun imkoniyat bermadik. Bitta o'sha kamchilik bo'lib o'ynayotgan paytimizda bitta zarba bera olishdi. Xolos, o'sha zarbani ham Abduvohid Ne'matov bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. Alayn International Cup biz g'alaba qozondik, qadrli do'stlar. Ha, yodingizda bo'lsa o'sha Kafa Nations Cup'da raqib eronliklar bir kishi kam bo'lib qolganda, ular himoyalanishgandi, lekin penaltilar seriyasigacha olib bormagandik va ba'zi o'sha muxlislarning fikri bo'lgandiki, raqib bir kishi kam edi deb. Mana bugun biz bir kishi kam bo'lib qoldik, o'yinni davom ettirdik, ishonchli harakat qildik. Penaltilar seriyasida comebackni amalga oshirdik. Bu yerda biz ortda qolayotgandik. Meditsinaning rivojlangan bir holatini ko'rishimiz mumkin. Aynan sport futbolchilarni qayta tiklanishiga yordam beradigan, jarohatlardan qutulishiga yordam beradigan katta bir meditsina markazi bor u yerda. Markazlashgan VAR tizimi aynan shu yerda. Ya'ni endi bu yog'iga VARdan aynan qaysidir stadionga borib foydalanish shart emas. Ana shu markazning o'zidan boshqa kam bilan aloqa bo'ladi. Bu esa musobaqa kubogi. Bu ham katta narsa. Ha. Bunday turnirlarga avvallar bizni taklif etishmasdi, ishtirok eta olmasdik. Chunki jahon chempionatiga chiqmagandik. Boya aytib o'tgandek, avvalroq boshlangan to'lqin oxirgi 2 yilda natijalar yuzaga kelishni boshladi. Biz mevasini olishni boshladik va mana shunday turnirlarga bizni taklif etishyapti. Biz g'olib ham bo'lamiz. Va bu g'alabalarimiz davomli bo'lishiga barchamiz ishonamiz. Tabriklaymiz mana shu yutuq bilan barchani muxlislarni, futbolchilarimizni. Alayn Cup musobaqasi, Kafa Nations Cup musobaqasidan so'ng endi xalqaro maydonga, ya'ni boshqa mamlakatga borib bu yerdagi turnirni ham g'olib sifatida yakunlayapmiz. Bu yangi bosh murabbiy uchun ham o'ta muhim jihat. Sababi terma jamoa keldi. Kelganidan keyin jamoani qabul qilib oldi. Malayziyada yig'inlar tashkil etildi. Urugvayga qarshi o'yinni kuzatib bordik. Kuvaytga qarshi bahsni tomosha qildik. Biroq endi mana bitta jamoaning ichida tamomila boshqaruvni o'z qo'liga olgandan keyin musobaqa g'olibligini qo'lga kirityapti. Ha, bugun alohida sana ham O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganligining 33 yilligi, ya'ni bayramga sovg'a ham bo'lyapti.